Hay, hay, mana tortinglar, hay, tortinglar. Voy, podshohim, katta eshikdan kelsangiz nima bo'lardi? Azimjondan kelgan xatni men siz o'qiysizlarmi? Qarang-a. Voy, 5 ta chopon tikibsiz chog'i. Voy, adres atlaslaringiz ham toza ipakdan shekilliga. Qayerdan oldingiz? Marg'ilon shahridagi hunarmandlar markazidan oldim o'rgili. Kelindi kelganda ko'ru, sepini yoyganda ko'r deydi. Voy Oyposhshaxon, Azimjondan xat kelgan. O'qing. Hurmatli oyijon, Turkiyadan yo'lga chiqdim. To'yga tayyorgarligingizni ko'ring. Sizga surprizim bor. Voy surpriz. Surpriz degani nima ekan-a? Bilmasam, Turkiyadan bo'lsa, birorta katta gilamdir-da. Student bolaga gilam tushib qoptimi? Nima deyapsizlar? Voy Oyposhshaxon, Azimjon endi student emas. Azimjon endi injener. Hali qog'ozini qo'liga olgani yo'q. Uyda chaksa un yo'q, tom boshida qo'shtandir. O'g'ling bilan qo'shmazoq bo'lgur. Har baloga duchor bo'lgur. O'rdona qolgur. O'tiribdilarmi bemalol xo'ja? Ha, bu bulbuli go'yo sayraganda bedanalar jim qolar ekanda. Vavaq, vavaq. Hay, namuncha beg'amsiz. Qo'shnini o'g'li Turkiyadan gilom olib kelibdi. Ana hunarmandlar uydan toza atlas adreslardan ipakdan bo'lgan matolardan olibdi. To'y boshlab qo'yibdi. Parvo qilma. Umaring kelindi o'zi olib keladi ipagi bilan, yengil kavaleriyasidan. Men hali uyimni millat halini Eron gilomlariga to'ldirib qo'ymasammi, oy poshsha otimi boshqa qo'yaman. Hey! Nechta gilom oldingiz? Bitta sholcha oldim. Hay, uchingi ovoz. 10 ta gilom nima bo'ladi? Ish qilib millat halini viloyatda yo'q kum kolleksiyasidan oldingizmi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Men uyimni millat halini gilomlari bilan to'ldiraman. Mahallada duv gap bo'lsin.